siyosiy vaziyatlar, dunyo iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Jumbaydan kangu deb qo'yinglar. Adam militin prezident bo'lmay turib, Putin sundirib oldi. Andan qilsin, qirg'anda o'zini aysuldi. Unda ishtiganda bizdagi yoshlar qo'yib bersin. Xitoyning mendan boshqa dem yo'qdanmaydi, juma meslik deb qo'y. Amerikada mendan boshqa dem Xitoyni yo'qtagandek emaslik turdi. Ma'quldanglar. Shi Jinping degan shimpanzega mushu shapaloq qilib ketuvdimdi biz. Undan boshqa ish yo'q. Uni desemiz biz Sharq Turkiston masalasini o bütün televiziya kanallarida hammaga chiqdik. Bütün televiziya kanallarına ayna Sharq Turkiston ko'k bayrog'i bo'yib etdik. Biz o'nchilik ishni qilamiz biz. Nurg'un ishlarimiz bor dexe. Hamkorlashib qilamiz. Xotirjam bo'linglar. Xitoy tajovuzlarini odam degan olmaydi. Abduqodir Yapcham to'g'ri aytdi. Xitoy tajovuzlarini odam degan o'zi odam emas. Xitoyni mendek yaxshi bildigan odam yo'q. 8 jarayonda men uning qulog'i bek yaqinlashdim. Ammo Xitoyni odam degan o'zi odam emas juma. Iniq u iniq. Xitoy degan tajovuzchi. Sharq Turkistonni besib olgan. Buni hargiz esingizdan chiqarmang. Xitoy tajovuzlarini yo'qotmay turib, dunyoda tinchlik barpo qilib bo'lmaydi. Bu mendan sizga nasihat. Xitoy degan odam degan o'zi odam emas. Xitoy degan nima u? Odam degan o'zi odam emas juma. Haqiqiy dushman Xitoy tajovuzlaridir. Mana Xitoy virusdan biz buni yaxshi tushunib olaymiz. Siz menga o'xshash Xitoyning dushmanligini haqiqiy ravishda tushungan vaqtingizda bizga o'xshash qarshi tura olasiz. Xitoy tajovuzlarini yo'q qilish uchun amaliy harakat yuritgan vaqtimiz keldi. Dunyo xalqi xotirjam bo'lsinki, biz cho'qim Xitoy tajovuzlarini dunyodan yo'qotamiz. Xitoyning o odam degan odamning o'zi o odam emas. Odam emas u. Biz bildik Sharq Turkistondagi Uyg'ur qarindoshlarimizga, musulmonlarga Xitoy tajovuzlarining zulm qilayotganligini bilyapmiz, ko'ryapmiz. Ammo biz musulmon, shaklimiz musulmon. Endi bizga shu tushgan shu hozir huquq manfaat eng muhim. Boshqaning ishiga aralashib ketmaymiz. Ammo shu uni buni deb qo'yamiz ham og'zimiz kelganda, ammo amaliy bir ish qilib bermaymiz. Endi hozirgi biz shu Saudiya Arabistondagi ahvol shunchalik endi. Biz uni ortiqini qilib bermaymiz. Bizdan bek umid kutib ketmanglar. Yaxshisi. O'zing qo'ldan kelgan ishni qilib turgan yaxshi. Ayni o'zimizning qon qaynishimiz bo'lgan falastinlikligimi bizim qilib beramidik. Endi mana Iroqdagi unisiga turk qon sistemasiga bo'lgan bu musulmonligimi hozircha aldirab qilib berishimiz natayin. Sharq Turkiston bo'layotgan zulmni oldik. Xitoy tajovuzlarining Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan zulmi irqiy qirg'inchilikdir. Biz buning qarshi bütün ovozimizni chiqarishimiz hamcho Xitoy tajovuzlari qarshiligimizni bildirishimiz kerak. Xitoy tajovuzlarining zulmini Sharq Turkiston xalqidan boshqa mana bütün dunyoga Xitoy virusini tarqatib hammaga bo'lindi. Ammo buni tushunganlar tushundi, tushunmaganlar yana o'z holi bilan hayotini davom qilmoqda. Agar Xitoy tajovuzlari yo'qotilmasa, shunday asti xarakterlik shaklda bütün dunyoni ofatga yuzlantirdi. Bütün dunyodagi xalq ba'zi birlari bunikini bilmaslikni, Xitoyning tajovuzligini, yovuzligini bilmaslikni to'g'ri tushungan bilan, ammo shu zulmning ta'minini etib chiqqan va shu zulmning har kuni urug' tuqqanlari va o'zi boshliq qarindoshlari yo'l qo'yotgan ba'zi bir Uyg'ur otliq insonlarni tushunmasligi bizni nihoyatda umidsizlantirdi.